Har kuni kreatin iste'mol qilsangiz nima bo'ladi? Birinchi kun hammasi biroz qiyin boshlanadi. Uning ta'mi xuddi bo'r aralashtirilgan suvga o'xshaydi. Ko'zguga qaraysiz, hech qanday o'zgarish yo'q. O'zingizni aldangandek his qilasiz. 7-kun chanqoq hissi butun vujudingizni egallaydi. Siz litrlab suv ichishni boshlaysiz. Tarozi 1,5 kilogramga ko'proq ko'rsatadi. Siz vahimaga tushib, semirib ketdim deb o'ylaysiz. Yo'q, unday emas. Shunchaki mushaklaringiz chanqagan va suvni xuddi gubka kabi hujayralarga tortib olmoqda. 14-kun to'yinish davri boshlanadi. Sizning ATF energiya zaxiralaringiz to'liq quvvatlangan va tanangiz raketa yoqilg'isi bilan to'lgandek bo'ladi. Sport zalida og'ir toshlar endi yengilroq tuyuladi va charchoq hissi avvalgidek tez kelmaydi. Siz kattaroq ko'rinasiz, chunki siz haqiqatdan ham kattalashdingiz. 30-kun nafaqat mushaklar, balki miyangizdagi tuman ham yo'qoladi. Kreatin neyronlaringizni ham quvvatlaydi. Siz diqqatni jamlashda xuddi lazerdek o'tkir bo'lasiz. Avvallari sizni charchatadigan oxirgi mashq bajarish endi osonlik bilan uchib chiqadi. Mushaklarning tiklanish tezligi esa hayratlanarli darajada oshadi. 60-kun ko'zguga qaraysiz va butunlay boshqa odamni ko'rasiz. Siz to'xtatib bo'lmas darajaga yetdingiz. Mushaklaringiz to'la, tomirlaringiz bo'rtgan va o'zingiz ancha kuchlisiz. Siz shunchaki mushak qurmadingiz. Siz biologik texnikangizni yangiladingiz.